Arkadaşlar, hamda o'zining chuqur hurmat, ehtiromim va ezgu tilaklarimni izhor etishda nihoyat xursandman. Hurmatli mehmonlar, O'zbekiston va Yaponiya oliy ta'lim muassasalari rektorlari, forum qatnashchilari, bugungi forumni aynan Samarqand shahrida o'tkazilayotganligi bejiz masala. Mamlakatimiz hududlari tarixan Buyuk Ipak yo'lining markazi va uning turli tarmoqlari kesishgan nuqtada joylashgani uchun shahar va jahonning turli mamlakatlaridan diniy va dunyoviy bilim olish istagidagi insonlar Samarqand kabi intilganliklari tarixiy haqiqat. Samarqand tarixda ilm-fan, madaniyat va san'atning qadimiy beshigi sifatida e'tirof etib kelingan. Markaziy Osiyo mintaqasidagi buyuk tamaddunlar bir-birining mantiqiy davomi sifatida o'rtaga chiqqan. Bu sivilizatsiyalarning jon tomirlari bo'lgan Samarqandda ilm-fan davlat osha rivojlanib kelgan. Bugungi kunda ajdodlarimiz ilmiy va madaniy merosidan samarali foydalanish, qadimdan shakllangan oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash nufuzini yanada oshirish, jahon tajribalari asosida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash darajasi va sifatini tubdan yaxshilash borasida amaliy ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston o'z taraqqiyotining yangi yuksak bosqichiga qadam qo'ymoqda. Hurmatli O'zbekiston va Yaponiya oliygohlari rektorlarining 5-forum qatnashchilari. Bugungi forumda Yaponiya ta'lim, madaniyat, sport va texnologiyalar vazirligi rahbariyati vakillari, Yaponiyaning dunyoda yaxshi tanilgan Nagoya, Tsukuba, Kogakuin, Sofiya, Kyoto, Tokio metropoliten universitetlari, Tokio universiteti, Tokio qishloq xo'jaligi va texnologiya universiteti, Gifu universiteti, Ilg'or tadqiqotlar oliy universiteti rahbariyati va vakillari ishtirok etmoqdalar. Yaponiyadan tashrif buyurgan nufuzli delegatsiya vakillarini hamda O'zbekistonning yetakchi oliy ta'lim muassasalari rektorlarini, muhtaram vazirlarimizni o'zim va Samarqand davlat universiteti jamoasi nomidan qutlayman. Samarqandga, Samarqand davlat universitetiga xush kelibsizlar deymiz. Xush kelibsizlar. Muhtaram mehmonlar, hurmatli o'rtoqlar, ma'lumki forumning bosh mavzusi bilim va jamiyat o'rtasidagi uyg'unlik, inson taraqqiyoti va innovatsiyalar yo'lida fanlararo yondashuvlar deb nomlanadi. Endi forumning ochiq qismiga ko'ra so'z navbatini hurmat bilan muhtaram vazirimiz, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irboy Avazbetovich Sharifga bersa, marhamat olinglar. Assalomu alaykum, hurmatli ta'lim ishtirokchilari, muhtaram Masuko Hiroshi janoblari, muhtaram Hirata Kenji janoblari, muhtaram Sugiyama Naoshi janoblari, hamda hurmatli rektorlar, forum ishtirokchilari. Sizlarni bugungi muhim va tarixiy voqea O'zbekiston va Yaponiya oliygohlari rektorlarining 5-forumining ochilishi bilan chin yurakdan tabriklayman. Ushbu forum ikki mamlakatning ta'lim va fan sohasidagi aloqalarini mustahkamlashda alohida o'rin tutadi. Ishonchim komilki, mazkur forum kelgusida samarali hamkorlik uchun ham mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Hurmatli forum ishtirokchilari, aziz mehmonlar, ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi chuqur tarixiy ildiz bugungi kungi O'zbekiston Yaponiya hamkorligining ko'p qirrali rivojlanishi, madaniy humanitar aloqalari va iliq do'stona munosabatlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu uzviylikning zamonaviy ifodasi sifatida Samarqand va Nara shaharlari 2022-yil
oktyabrda birodarlashgan shaharlar maqomiga o'rnatilgan. Qadimda Nara Ipak yo'lining sharqiy nuqtasi, Samarqand esa uning markaziy bo'g'ini sifatida tarixiy o'rin tutgan. Yaponiyaning Nara shahridagi Syosoin xazinasida saqlanayotgan Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqdan kirib kelgan buyumlar, jumladan Sogidiy sivilizatsiyasiga mansub kitoblar, buyumlar, matolar va musiqiy asboblar Sharq-G'arb o'rtasidagi ilm va san'at almashinuvining tarixiy dalilidir. Shu sababli bugungi tadbirning Samarqand shahrida o'tkazilishi ramziy ma'noga ega. Hurmatli forum ishtirokchilari, O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi hamkorlik so'nggi yillarda yangi bosqichga ko'tarildi. Bu jarayon avvalo O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ochiqlik siyosati tufayli amalga oshirib kelinmoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston-Yaponiya oliy ta'lim hamkorligi izchil faollashdi. Kadrlar tayyorlash, qo'shma tadqiqot va ta'lim loyihalari, O'zbekiston oliygohlarida yapon tilini o'qitish, professor o'qituvchilar malakasini oshirish hamda o'zbekistonlik fuqarolarning Yaponiya oliygohlarida tahsil olishi qamrov jihatdan kengaydi. Tsukuba, Nagoya, Kyoto, Osaka, Tokio xorijiy tillar universiteti va Tokio qishloq xo'jaligi universiteti kabi oliygohlari bilan to'g'ridan to'g'ri hamkorlik yo'lga qo'yildi. O'z navbatida yapon tilini o'qitish hamkorlikning muhim yo'nalishiga aylangan. Hozirda mamlakatimizdagi 6 oliy ta'lim muassasalarida yapon tili tizimli ravishda o'qitib kelinmoqda. Bunda 1184 nafar talaba yapon tilini asosiy yo'nalish va birinchi chet tili sifatida, 500 dan ortiq talaba esa ikkinchi chet tili sifatida o'qimoqda. Bu ko'rsatkichlar yaponshunos yo'nalishining institutsional tarzda shakllanganligini va amaliyot bilan chambarchas bog'langanligini tasdiqlaydi. O'z navbatida 2006-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti qoshida Tsukuba universitetining Markaziy Osiyo tadqiqotlari markazi faoliyat yuritishi, shuningdek 2019-yilda O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida yaponshunoslik fakultetining ochilishi ushbu yo'nalishga amaliy tayanch bo'lmoqda. Akademik mobillik bo'yicha ham amaliy natijalar qayd etilmoqda. Xususan, Yaponiya oliygohlarida 2315 nafar o'zbekistonlik talaba tahsil olib kelmoqda. Ta'kidlash joizki, mamlakatimiz oliygohlarida yapon fuqarolari soni hozircha kam bo'lsa-da, yo'nalish ochiq va istiqbolli. Bundan tashqari, rektorlar o'rinlari institutsional muloqot maydoni sifatida o'zini to'liq oqladi. 2011-yil Tokio, 2015 va 19-yil Toshkent, 2022-yil Tsukubada o'tkazilgan tadbirlar yakunlariga ko'ra 15 ta O'zbekiston oliygohlari Yaponiyaning 20 dan ortiq universitet va tashkilotlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatiladi. Shu bilan birga 1999-yildan amalga oshirilayotgan GDC dasturi doirasida 400 magistr va 9 ta doktorat tayyorlandi. Bitiruvchilar davlat boshqaruvi, moliya, bank tizimi va yirik ishlab chiqarish tarmoqlarida mas'ul lavozimlarga kelishi inson kapitali aylanmasini samaradorligini tasdiqlaydi. Hurmatli forum ishtirokchilari, aziz mehmonlar, fan va innovatsiyalar yo'nalishida hamkorlikni kengaytirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan 2010-yilda Nagoya universitetining Toshkentdagi vakolatxonasi ochilgani, doimiy hamkorlik platformasi shakllangan. Bundan tashqari 2015-yilda Toshkent davlat texnika universiteti qoshida tashkil etilgan O'zbekiston-Yaponiya yoshlar innovatsiya markazi kimyo va kimyo kabi ustuvor yo'nalishlarda qo'shma tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlamoqda. Shu bilan birga 2020-yilda Toshkentda Yaponiya raqamli universiteti faoliyat yuritib, muhandislik hamda kompyuter grafikasi va dizayn bo'yicha 535 nafar talabalar ta'lim olmoqda.
tibbiyot yo'nalishida amaliyotni qo'llab-quvvatlash maqsadida JICA granti asosida Koreya tibbiyot tadqiqot instituti tomonidan yuqori sifatli uskunalar yetkazib berilmoqda. Innovatsion simulyatsiya markazi va mobil klinika shakllantirilmoqda. Hurmatli ishtirokchilar, aziz mehmonlar, o'z nutqimni yakunlar ekanman. Asosiy maqsadimiz aniq. Universitetlar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlab, qo'shma ta'lim dasturlari, tadqiqotlar va talaba o'qituvchilar mobilligini amalda kengaytirishimiz kerak. Bizda bunga xizmat qiluvchi institutsional tajriba va keng hamkorlik qamrovi mavjud. Endilikda ularni natija beruvchi loyihalarga aylantirishimiz lozim. Ushbu tadbirni tashkil etgan mezbon universitet, Samarqand davlat universitetiga, jamoasiga va rahbari hurmatli rektorimiz Husan Ibrahimovga alohida minnatdorchilik bildiraman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Navbatdagi tabrik so'zi Yaponiya ta'lim, madaniyat, sport, fan va texnologiyalar vaziri o'rinbosari hurmatli Masuko Kiroshiyoga beriladi. Marhamat. Assalamu alaikum. Your Excellency, Comrade Bai Sharifov, Minister of Higher Education, Science, Innovation of the Republic of Uzbekistan. Distinguished guests, I am the Vice Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology for Next. On behalf of the Ministry, I'd like to extend my heartfelt congratulations on the convening of the 5th Japan-Uzbekistan University President Conference. Japan and Uzbekistan share a long historical connection through the Silk Road, which has had a profound influence on Japanese culture. Since the establishment of diplomatic relations in 1992, Uzbekistan has always been a traditional friendly nation to Japan, and our bilateral ties have continued to flourish across a wide spectrum of fields, including politics, economics, culture, and regional cooperation. I'm very pleased to see steady progress in our collaboration in such a wide range of areas. In the field of education and research, active exchange are being carried out between our university and students. Currently, there are approximately 140 inter-university agreements and overseas bases have been established in Uzbekistan by University of Tsukuba, Tokyo University of Foreign Studies, and Nagoya University. With regard to student exchanges, a recent survey showed that around 50 Japanese students are studying in Uzbekistan, while approximately 2,800 Uzbek students are currently studying in Japan. I understand the theme of the conference is Bridge Knowledge and Society. Interdisciplinary approach to innovation and human development. Our world today faces a multitude of complex social challenges, including conflict, poverty, environmental degradation, and disparities in economic opportunity and education. In such times,
it is more important than ever to conduct knowledge with society and to promote human-centered innovation. This President Forum provides a valuable opportunity to bring together academic insight from across borders and discipline to address these diverse and complicated social issues. It strongly resonates with the conference theme of interdisciplinary approaches, and I'm certain that discussion here today will be fruitful and raise the foundation of future collaboration. In closing, I'd like to express my deep respect and sincere appreciation to all those from both countries who have worked so tirelessly to make this conference possible. The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan look forward to working in close cooperation with all of the participants here today, with a view to further enhancing the partnership between Japan and Uzbekistan. Rahmat, thank you very much for your time.